Assalamu aleyküm hamileler, yaşamışlar, yangi videom hoş geldiniz. Valla bu evin kemi tügeme yaptı. Kepki zeytin olduk Marmara Birlik. Salatalık turşu, sarella, bey pazarı, maden suyu, kahvaltılık sos, yoğurt, çay, beyaz peynir, villada için kahve, tavuk, wafle. İftardan keyin endi market alışverişimi yerleştirip iyi dikmezden yana video yapsam mı deyapti. 2,5 kilo gürüç yapman. Her gün iftardan keyin olmazsa olmaz maden suyu. Ramazan pidesi saharlikka. Rozada shunaqa pide chiqadi fırınlarda. Kayma bilan. Salça aldım. Kahve 20'li. Bunda pista çekirdek. 1 kilolik tereyağı aldım. Azgina hazır ovqatga ishlatdim. Çay aldım. Kofret aldım. Vallahi her gün alışveriş. Allah'ım yardımcımız olsun. Yana farmasi zakasım geldi. İftarda bo'lib, hali idishlarimi ham yig'ishtirmasdan sizlarga videoga olay dedim. Ikkita ayni sefaning kremi, 2 avyam zakaz, shampuan o'zimga, 2 oksi, 3 parfum. Parfum bu zakaz, bu o'zimga. 2 tush zakaz, rolonlar zakaz, vitamin omegalar, kalsiyumlar zakaz, C vitamin zakaz, sovun zakaz. Shuncha narsa keldi. Nargiz opam ellariga sog'lik. İftarga 10 minut qoldi. Hamsi baliq pishyapti. Salatamiz, baligimiz, sho'rvamiz, pidamiz. Bize afiyet olsun. Nima deydi Instagramda? Gilavla iftarga tatlı pishiryapti. Atini aytib qo'ying, nima tatlı? Kalbura bastı. Kalbura bastı. Hamma yerda yaxshi ko'rindi. Naryoqda kundek ichiga yong'oq qo'yiladi. Mana oldu. Endi fırınga. Archaymi kartoshkalar? İftarga issiqqina samsalar pishdi. Yarmi kartoshka, yarmi oshqovoq, mazza. Çok güzel ya. Mis gibi koktu. Mana samsalar. O'zbekcha kino ko'rib. Bugun saharlikdan keyin uxlab tushimda osh ko'rgandim. Gul ablaga aytsam, bugun maza qilib no'xatli osh qilyapmiz. Samsalar, salatlar, mana ochsam salat ham ko'rsatardim. Gul abla mana Mankareler servis salatlar ham qo'ydi. İftarga 1 soat qoldi. Hamma yo'g'imiz tayyor. Gul abla bilan o'tirib sigara börek sardik. Kalem börek deydi, sigara börek deydi. Mana qaralar shuncha moroziqaga. Yana hali kartoshkali ham bor, bu peynirli. Bugun Arafa köyga keldim. Mana Gul ablam cho'zma qildi o'zimizni Qirg'izistondagi taka qo'shnilarga cho'zma, osh, salat tarqatarkan. Mana oshimizdan yaptı. Bugun oxirgi iftorimiz. Oshimiz damlandi. Olsun. Vay vay vay. Anam Vay maşçıydı. vay. Anam maşçıydı babam. Anam maşçıydı benim anam. Bilmiyoruz. Mana çözmemiz, aşımız, salata, tavuk. Gül ablama avsiniga gidiyor. Mana köyde oxirgi iftar. Çözmeler dahşat oldu. Oşlar, salatlar, çaylarımız damlandı. Afiyet olsun bize. Elinize sağlık Gül abla. Bayram kahvaltımıza bakın. Köyde bayramlı toplaşıyaptı yaş balalar. Yağmur yoqqan uchun mashinada. Hammanikka shunaqa qilib kelishadi. Bayramga olishadi. İyi bayramlar. Oo, tepege koşuya geçti yaş balalar. Mana. Köyde karındaş ururlar bilen bayramlaşkana çıktık.
İyi bayramlar baba, ben de ülke gidiyorum. Kız kareler göçürler olay. Yağmur alsın. Ama hava çok güzel. Tertemiz. Kedi gözü oynanır. Ev yapımı baklava, uyda kılıngan baklava Gül ablamlar. Osini bilan qipti. Mana rosa hemşiram bo'lgan shunchani yeb tashladik kechqurun ovqatdan keyin. Kelganlarga choy bilan baklava ikram etamiz. Hozir bayramlashgani peshindan keyin Rumeysa bilan Giyobola kelarkan mana somsalar pishyapti. Bu yerda osh, yoğurt çorbasi, et kavurma, mis gibi çaylar damlandı. Suyu açmışlar. Kışın kapalıydı. Artık havalar ısındı, sular açıldı. Temizliyorlar. Ankara'nın en çok kısıdan sizlerge salamlar. Bu Atakuli. Manzaranı karaylar. Her günü çekemen derdim, isimden çıkardı. Şurada oturup gidiyordum. Körün yaptım mağaza bulup. Bugün Andijonli o'rtog'im bilan lamon ichgani keldik. Meni lamonga chaqirdi. Yo'q desam, montilar. Maza qilib ovqatlanamiz. Ovqatlan bo'lib chiqib, Qiziloyda yomg'irda qahva ichib, ko'chani tomosha qilyapmiz. O'rtog'imni qizi ham qahva icharkan, kichik kishi. Küçük boy aldı. Tashqarini izlab o'tiribmiz. Voy manzara sacharchadik. Kecha maza qilib lamon ichib keluvdim. Bugun mana qaynatma sho'rva bir qozon. Maza qilib ichamiz. Rosa yaxshi ko'raman. O'zi ham 4 soatdan beri qaynayapti. Fırında mücver yemeği. Mis gibi koktu. Keşke şu an kokusunu alsanız. Ana bizi dengizimiz. Tavus gördük. Gel gel gel. Gölboşu'da görmegen yerlerimizi görüp yürüp biz. Aylanıp. Vay vay vay. Şu spagettinin güzelliğine bakın. Naneli salçalı. Oh, afiyet olsun. Elhamdülillah ovqatlan bo'ldik. Endi navbat choy bilan shirinlikka. Halqa tatlısı. Bugün günlerden bozor mağaza qilib aylandik. Bitta opam bilan görüşüp, simit yeb, choy ichib o'tirdik. Ondan keyin aylanib yursak, ayakkabı görüp qoldim. Orijinal 37 numara oldim. Ondan keyin opam shokolad berdi. Kechki mahal Yusuf bilan choy ichib o'tiringlar deb reklam değil, Ulker yazısı gözüktü. Ondan keyin bitta Rossiyam yaxshi ko'rgan Muhabbat opam bor. Rossiyadan moloko olib kelgan ekan. Uyga boring, kelin bor. Malakoyingiz oling dedi, borsam. Osh qildi, shakaroblar bilan choy damlagan, kek yopibdi, maza qilib o'tirdik, gaplashib, malakoni olib keldim. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kesaningizda barakat. Muhabbat opa Rossiyadan olib keldingiz men uchun. Biz yine çiğ köfte almaya geldik. Başka bir şey istemiyorum. Çiğ köfte. O istemez. Ben istemezdim. Ama şu. Bak. Ne yapıyorsun? Bir şey olmaz. Değiştirelim ya. Bugün günlerden Perşembe, saatlerimiz 8:30.
Opam bilan turib ketdik, dedik parkda o'tiramiz deb, choylarni damlab, semichkalarimiz, opam börekler opti, maza qilib parkka chiqdik. Suvimiz ochiqdi, hozir yopildi. Parkda o'tiribmiz. Hozir Yusuf ham ishdan keladi. Adamlar bu saatte bile yürüyüşünü yapıyor. Sağlığına dikkat ediyorlar. Maza qilyapmiz, dam olib o'tiribmiz. Kafa dinliyoruz. Osmonni chiroyliligini qaranglar. Qizlar jonlar menga doim kommentariy yozasizlar. Shuncha narsani sotasizmi, o'zingizga olasizmi deysizlar. Keyin aytaman, o'zimga ham olaman, sotaman deb. Mana bitta Muhabbat opam bor. Shuncha narsa oldi, ishonavringlar. Bu yerda necha yuz dollarlik, 200 dollardan oshadi. Mana 200 dollar. Ha, tam 200 dollar ekan. Mana ikkita atir tog'asiga, o'g'lini o'qituvchilariga, mana yana ikkita atir, ten, qalam, tush, 4 ta güneş krem, dish macun, yana Hera parfüm bular. Wow, mazza. Güle güle kullanın kız. Teşekkür ederim. Kahveni qanchalik to'ldirganimni ko'rsatib qo'ying. Malika o'rtog'imnikida bugun monti qildik, monti. Montimiz ham o'zimizga o'sha. Ama çok güzel arkadaşlar, önemli olan tadıdır. Aziz Allah. Bakın Malika o'rtog'imnikida men yana bir 3 gündür bilamiz biz, vallahi nazar değmesin. Aa, bakın hayvanı bor ekan, ona top ichidaydi. O'ynayotdi, hozir chiqardi seving deb. Vay anam. Hay öpüyor. Yeydi ekan ha mercimek. Aziz Allah. Birinchi kuni parkdaydik, ikkinchi kuni monta, uchinchi kuni tavuk. Mazza bo'lyapti. Aynan, keyf. Mazza. Ertaga yana somsaga boramiz deyapmiz, agar plan o'zgarib ketmasa. Yine ko'rsatmang o'zini. Karım ko'riniyor, reklam değil bu arada. Mana sizlarga canlı yayın. Bunlar benim değil. Vallahi biz gezmekten yorulmadık. Bugün ham bilamiz. Opalarim bilan bittamiz eksik. Ayakkabıdan çıktık. Romalagan haydiga. Romalar kadar tuttum. Geliyle ıskına somsalar. Iskına çaylar, pahtagili piyoleler. Kız siz öyle yapma. Bir de ben her zamanki gibi. Her gün beraberiz vallahi, böyle ilk defa. Oh, soğanımız. Evet. Yo, bu YouTube ya. Yedik, içtik, eğlendik. Şoförümüz bizi eve götürüyor. Nazar. Deme kız. Evet. Kızlar, shunday chiroyli manzara bilan videomu tugatyapman. Nimaga yo'q bo'lib ketganim sababi qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Meni katta buvim, dadamni buvasi Qirg'izistonda olamdan o'tdi. Oxirat obod bo'lsin. Ismlari Tojixon, haqlariga duo qilinglar. Shunday katta yo'qotish bo'ldi bu yil. Ya'ni ilishangim kelmayapti. Hozir rasmini qo'yaman. Istanbulga kelganda borgandik, yaxshiyam borganimiz, yaxshiyam Yusufni ko'rgani. Hozir o'sha kunlarni eslayapman. Videom yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariy yozinglar, obuna bo'linglar, katta abimga duo qilinglar. Boshqa yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.